Reformalar. Usta akalarimiz chegara betonlarini qo'yib, молодцы. Darvoza tomonlarini taxlab qo'yishibdi. O'zi gap yo'q. Kalitkasi eshigi bo'ladi. Bu yoqdan darvozaxonasi. Shimoliy bumi, zilmi sig'adigan joyi. Spesial. Ikkinchisi ham davom etyapti. Как раз kalitkasi mana shu atrofda bo'ladigan bo'lsa, eshigi o'sha yerda bo'ladigan bo'lsa, darvozasi bu tomonda mana bu darvozasini o'rnini akalarimiz molasi o'rnida qo'yib qo'yishdi. Selam. Mehnatlariga gap yo'q. Bu kottejimizda ham suv oshlari ketyapti. Bitta kottejimiz oldi orqasi suvdan chiqqan, xudo xolasa. Esingizda bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarimizda ko'rsatib boryapmiz. Noldan boshlab, podushkasidan boshlab hamma jarayonlarini xuddi shunaqa kottej qidirgan yaqin qarindosh urug'iylarga, tanishlariga, hamkasblarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Kommentariyga savolinglar bo'lsa, yozib qo'yasizlar, javob beramiz. Imkon qadar aqlimiz yetgancha like bosish esingizdan chiqmasin. O'sha profnasillar ham kelgan tomga yopish uchun. Undan tashqari tarnovlar olib kelishgan. Undan tashqari kichkina profnasillar ham kesib kelingan. Mana bular. Usta akalarimiz qo'yishlar bilan ovora. Bu narigilar. Mana bular. Va bulardan tashqari hozir o'sha ko'rsatganim mana chegara devorlariga qo'yilayotgan betonga qo'yiladigan armaturalar sog'lom protsessda